Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan qisqa muddat tanaffusdan so'ng yana ko'rishib turganimizdan xursandman. Xo'p, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz ko'pchiligimizda hayotimizda uchraydigan, lekin unchalik e'tibor bermaydigan mavzulardan biri. Ya'ni bola so'rg'ichi haqida suhbatlashamiz. Xo'p, o'zi aslida bola so'rg'ichidan qanday foydalanish kerak? Uning foydali va zararli tomonlari nimalardan iborat? Bularni ko'pchilik deyarli bilmaydi. Faqat bola so'rg'ichini olib bolaga berishni ko'pchiligimiz bilamiz va bu bizning hayotimizda odatiy holga aylanib qolgan. Xo'p, o'zi aslida bola so'rg'ichining bola uchun foydalari nimalardan iborat? Avval shu haqida suhbatlashadigan bo'lsak, birinchi navbatda bola so'rg'ichining bola uchun eng asosiy foydalaridan biri bolani tinchlantirishga yordam berish. Ya'ni bola har qancha yoki bo'lmasa injiqlik qilgan vaqtlarda bolaga so'rg'ich berish oqibatida bolani tinchlantirish imkoni vujudga keladi. Ikkinchisi esa bolani o'sha uxlashiga yordam berish. Ya'ni bola o'sha qoni to'ygandan so'ng yoki bo'lmasa o'sha uyqu vaqti kelgandan so'ng o'sha so'rg'ich ishlatilishi mobaynida uyqusi kelib uxlab qolish kabi bola uchun yaxshi foydali tomonlari bor. Yana foydali tomonlar haqida qo'shimcha qiladigan bo'lsak, bolada stress va og'riqni kamayishiga yordam beradi. Ya'ni bola bexosdan yiqilib tushganda yoki bo'lmasa boshqa qanaqadir ta'sirlar natijasida bolada og'riq yoki bo'lmasa asabiy holatda bo'lgan vaqtda so'rg'ich berish oqibatida so'rg'ich bolani tinchlantiradi. Va shuning oqibatida esa bola o'zini xotirjam va ancha o'sha boyagi asabiylik yoki bo'lmasa yig'idan o'zini tiya oladi. Bu o'sha bolada qisman, ya'ni bola so'rg'ichini foydali jihatlari bo'lib hisoblanadi. Endi esa bola so'rg'ichining zararli tomonlari haqida gapiradigan bo'lsak, eng asosiy stomatologiya bo'yicha so'rg'ichning zarari bu tishlarni qiyshaytirib yuborish. Ya'ni bolaga 2 yoshdan keyin so'rg'ichni berishda davom etish bu bolaning tishlarida juda ham xunuk nuqsonlarni yuzaga keltiradi. Birinchi navbatda bolaning yuqoriga oldingi tishlarini oldinga chiqib ketishi. Ya'ni shu oldingi kurak tishlari o'zining qatoridan oldinga chiqib ketib juda ham xunuk holatlarni yuzaga keltiradi. Ikkinchisi esa tishlarning orasi ochilib qolishi. Ya'ni shu tishlar chiqib bo'lgandan so'ng ham so'skani so'rishda davom etish natijasida tishlar o'sgan holati orqaga qaytadi. Buning natijasida esa bola tishlarni yopganda tishlarning tepa va pastki jag'lar o'rtasida ma'lum bir masofa ochiq holda qolib ketadi. Bu o'sha asosan stomatologiyada uchraydigan eng ko'p so'rg'ich natijasida yuzaga keladigan tish anomaliyalari bo'lib hisoblanadi. Keyingisi esa bu gigiyena, ya'ni bola so'rg'ichini yaxshi tozalamaslik yoki bo'lmasa bitta so'rg'ichdan uzoq vaqt foydalanish natijasida u so'rg'ich orqali bola organizmiga turli xil infeksiya yoki bo'lmasa turli xil bakteriyalar kirish natijasida bolada turli xil infeksion kasalliklar vujudga kelishi mumkin. Ya'ni bu ko'pincha o'sha bolani so'rg'ichi gigiyenaga yaxshi e'tibor bermasdan yoki issiq suvga solmasdan bola so'rg'ich yerga tushib ketadi. Yana bola olib uni og'ziga soladi. Shunaqa holatlar natijasida so'rg'ich orqali bolaga infeksiya tushadi. Va eng asosiysi bu yana bir asosiy kasalliklardan biri bu quloq yalinish kasalliklariga ham bolalarda asosan so'rg'ich sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bola so'rg'ichini uzoq vaqt foydalanishi natijasida bolada shunaqa ins paydo bo'ladiki, bola uxlaganda og'zini ochib yotadi. Buning natijasida esa eshitish naylaridagi suyuqliklar yalg'ilanish yoki bo'lmasa shamollash kasalliklari natijasida surunkali eshitish yo'llari kasalliklari vujudga keladi. Yana boshqa holatlarni oladigan bo'lsak, bola so'rg'ichiga haddan tashqari o'rganib qolish, ya'ni xarxasha qilish, asab kasalliklari ham rivojlanishi mumkin. Bu o'sha yuqorida aytganlarimiz bolada kuzatiladigan bir nechta bola so'rg'ichi natijasida vujudga keladigan kasalliklar bo'lib hisoblanadi. Bularni sanasa juda ham ko'p sanash mumkin. Xo'p, shunday ekan, bola so'rg'ichidan foydalanishda eng asosiy e'tibor beradigan narsamiz birinchi navbatda bolani so'rg'ich berish yoshini to'g'ri bilishimiz kerak. Ya'ni bu bolani o'sha 2 oylikdan boshlab to bola 2 yoshgacha bo'lguncha so'rg'ichni berish bola uchun normal yosh bo'lib hisoblanadi. 2 yoshdan keyin berish esa bolada turli xil boya aytganimizdek tish kasalliklari yoki bo'lmasa boshqa bir qancha kasalliklarni vujudga keltirishi mumkin. Bunaqa narsalarga esa ko'pincha yosh ota-onalar e'tibor bermaydi. Shular yana qo'shimcha ravishda qiladigan bo'lsak, bitta so'skani uzoq vaqt ishlatish mumkin emas. Uzog'i 4 kun, 5 kun ishlatgandan so'ng
iloji bo'lsa alishtirish tavsiya etiladi. Uni qaynoq suvga yoki bo'lmasa boshqa sterilizatsiya qilish natijasida ham foydalanish mumkin. Lekin bolani so'zg'ichiga e'tibor beradigan bo'lsak, oddiy masalan oq so'zg'ichlar haqida bolada uzoq vaqt foydalanish natijasida ularning rangi sarg'ayib qoladi. Ya'ni o'zini tabiiyligini yo'qotadi. Bu ham bolada qisman o'sha zararni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar bola so'zg'ichidan tez-tez almashtirib foydalanish tavsiya etiladi. Keyingisi gigiyenaga e'tibor berish. Ya'ni gigiyena deganda bolani so'zg'ich yerga tushib ketgan doimiy nazoratda bo'lish kerak. Unda hech qanaqa o'sha yerdan bola so'zg'ichga yopishgan hech qanaqa yerdagi jismlar yoki bo'lmasa uy sharoitida yerga gilam ustiga yoki bo'lmasa xonada tushgan bo'lsa, hech qanaqa soch yoki bo'lmasa boshqa hayvonlar boqiladigan bo'lsa, hayvonlarning yunglari yopish mumkin emas. Buning natijasida bolada turli xil o'sha gija kasalliklari yoki bo'lmasa boshqa virusli kasalliklar ham yuqishi mumkin. Shunday ekan, bola so'zg'ichidan foydalanishda imkon qadar unga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Buning uchun esa o'sha so'zg'ich tanlashda o'sha mutaxassis bilan maslahat qilish eng yaxshi to'g'ri tanlov bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan, yosh ota-onalardan iltimos qilib qolamizki, imkon boricha so'zg'ich tanlayotganda yana bir bor aytaman, mutaxassis bilan maslahatlashing. Har qanaqa so'zg'ich ham sizning bolangiz uchun foydali bo'lavermaydi. Aksincha, siz foydasiga deb olib bergan narsa uning zarari uchun ham ishlashi mumkin. Shunday ekan, doimiy ravishda farzandingizni asrab avaylang.